qatnashganligi va nima haqda bo'lganligi so'rovnoma misol. To'g'rimi? Yoki bir tadqiqot o'tkazilgan bo'lsa hamda ishi. Demak, ko'lgoy tarim u tepada o'tkazilgan nima ekan? So'rovnoma natijasida qanaqa so'rovnoma bo'ldi? O'quvchilar bitirganligi. Kimlar qatnashdi unda? 4-kurs o'quvchilar. Bitiruvchilar, 4-kurs bitiruvchilari bitirgandan keyin qayerda ishlashlik haqida, to'g'rimi? Qayerga ishlash xohlashligi haqida, xohishini bilish haqida bir so'rovnoma o'tkazilibdi. Shuningdek, nima kimlar ishlayotganligi va nima uchun ishtirok etganligi, qilinganligi sabab. Endi Ko'ngmovon o'zi bitta zo'r narsa bor. Ko'ngmovon davlat ishi haqiqataniga nima bo'ladi? Barqarorda. Bitta ishi kirib oldingizmi? Xudodan sakrashini kelmaguncha maza qilib ishlab yuraverasizlar. O'zi oqimga bitta tushib bir xil tempo ketaveradi. Oyligingiz bor, qilgan ishingiz bor, kuningiz bor. Demak, o sabab nima desa, buni nimaga davlat ishini tanladi degan sababga biz o'zimiz o'ylashimiz kerak, o'zimizga savol javob bo'lish kerakki, hali shunchaki yozib ketavermanglar, tushuninglar nima uchun yozayotganligingizni. Nima uchun matnda aynan davlat ishi bilan nima o'qituvchilar berayotganligi. Nima uchun o'qituvchi bo'lganini ham bilib qo'ydinglar.